Assalomu alaykum. Hozir sizlarga Brombeek ilovasiga qanday kirishligini ko'rsatib beramiz. Buning uchun sizda yoki saytimiz bo'ladi yoki kirish uchun tayyor link bo'lgan bo'ladi va shu linkni ustiga bossangiz ushbu saytga kirasiz. Yokida tayyor link bilan ro'yxatdan o'tish bo'limiga o'tgan bo'lasiz. Xo'p, sayt orqali kirishni ko'rib chiqamiz. Sayt orqali esa pastroqqa tushsangiz, mana bu yerda 14 kun bepul foydalanish tugmasi mavjud. Ustiga bossangiz siz yangi ro'yxatdan o'tish bo'limiga kirasiz. Shunda bu yerda siz o'zingizni biznes turingizni, yo'nalishingizni yoki biznes nomingizni, brendingizni kiritishingiz mumkin. Hozir esa keling doktorlar misolida ko'rib chiqamiz va klinika nomini yozamiz. Deylik Profimed deymiz. Va havola uchun, ya'ni mana bu yerda linklar bo'ladi. Linkda sizni brendingiz nomi turishi uchun link qo'yishimiz kerak va linkda qisqa nom bo'lishi kerak. Ya'ni Profimedni o'zini yozib qo'yamiz lotin alifbolarida. Kiril alifbosi o'tmaydi. Xo'p, Profimed deb yozildi. Endi pul birligini tanlaymiz. Mana bu yerda masalan har xil pul birliklari bor. O'zbek so'mini tanlaymiz. Endi esa emailni kiritish kerak. Agar sizda emailingiz bo'lmasa, alohida YouTube ga kirib email ochish bo'limi videosini qidirib ko'rsangiz, u yerda masalan qanday ochishni, nima qilish kerak ko'rsatilgan bo'ladi. Agar sizda emailingiz bo'lsa, tayyor emailni kiritasiz. Muhimi sizda unda dostуп bo'lishi kerak va o'sha dostуп orqali muhimi sizda u yerda dostуп bo'lishi kerak. Ushbu dostуп orqali siz pochtangizga kelgan xabarni tekshirib kirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun hozir biz Brombeekni pochtasidan foydalanamiz. Mana bu yerga kiritamiz. Xo'p, telefon qilish uchun nomer kiritamiz. Bu telefon raqami bilan biz siz bilan bog'lanishimiz mumkin. Qanaqadir yordam berish maqsadida, boshqa maqsadlarda telefon qilinmaydi. Bu sizning shaxsiy ma'lumotingiz bazada saqlanib turadi xolos. Parol tanlaymiz. Maksimal darajada oddiyroq parol qo'yishga harakat qiling yoki doimiy qo'yadigan parolingizni qo'yishingizni tavsiya beramiz, yoddan chiqarib yubormaslik uchun. Oddiy tavsiya qiladigan parolimiz 1 dan 9 gacha. Agar sizni kimdir taklif qilgan bo'lsa, uni promokodlari bo'ladi. Shu promokodni bu yerga kiritsangiz, u orqali kelganingizni bilamiz va sizga u doimiy yordam berib turadi. Agar bo'lmasa, buni kiritish shart emas. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Mana bu yerda xabar beryaptiki, sizni pochtangizga akkauntni aktivatsiya qilish uchun, faollashtirish uchun xabar yubordik. Kirib o'sha yerdan linkni ustiga bosib tasdiqlang degan. Agar Google bo'lsa saqlanib qilamiz. Va endi biz o'z pochtamizga kirib tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda mana o'ng burchagida turibdi. Pochtaga kiramiz. Pochta ochilyapti. Kiramiz. Pochtada mana Norplay degan joy keladi xabar. Va xo'p, buni tasdiqlagandan so'ng ustiga bossangiz, uje akkaunt tasdiqlangan bo'ladi. Mana ishlatildi bu. Men chunki ishlatib bo'lganman. Bizda asosiy ekran kelib chiqadi. Mana